Mana shu yerda hozir qancha odam o'tiribsiz? İçimizde eng yaxshi odam, eng obro'li odam, eng yaxshi farzand tarbiya qilgan odam desam qo'shilasizlarmi? Bu minib yurgan mashinamiz bilan bizni obro'yimiz. Mahallada ko'tarib qo'ygan imoratimiz bilanmi bizni obro'yimiz? Ya hozir egallab turgan mansabimiz bilanmi? İnsonning obro'si qanday farzand tarbiya qildi, qanday oila barpo qildi? Mana bu bizni yuzimiz. Al-valad sirrul validayn. Farzand ota-onaning siri, yuzi. Bizni isbotimiz, bizni mehnatimiz, bizni kimligimiz mana shu farzandlarimiz. Chunki farzand ota-onaning mehnatining mahsuli bu farzand. Noqobil bo'lsa, demak ota-onaning kamchiligi. Qobil farzand, yaxshi farzand bo'lsa, ota-onaning mehnati, samarasi, duolari. Shuning uchun azizlar, bugun farzand tarbiyasidan muhim ishimiz yo'q bugun. Mehnat qilyapsizlar. Nima uchun mehnat qilyapsizlar? Bola chaqa deb, ro'zg'or deb. Mana hozir shu o'rta yosh, mana shu 40 yosh atroflardagi yigitlarimiz yelkasidagi tashvish, shu to'y qilaman, qiz uzataman, bolamni o'qishga kiritishim kerak, farzandlarni o'qitish, uylantirish, uzatish, imorat qilish bola chaqa bilan. Ota, ona farzand uchun yashaydi. Farzand uchun mehnat qiladi. Farzand uchun gunohkor bo'ladi.